Bu kanalimizda Xudo xolasa akvaga tegishli barcha turdagi videolar, narx-navolar va akva tanlashda uyga qanaqasini o'rnatmoqchi bo'lgan do'stlarimizga foydali videolar chiqib boradi. Foydali videolar o'tkazmaslik uchun bittadan like, obuna bo'lasizlar. Bobur akamizlar chiroyli qilib beradilar. Bobur aka, hozir bu ko'rib turgan akvamiz, xo'p, nech qavatli bo'ladi, razmerlari qanaqa? Hozir taxminan mana shu bittasi nech pulga tushadi aka? Mana shu bitta derazamiz 1.20 ga 1.55 bo'ladi razmeri. Aha. Oynasi 2 qavat, 1 qavat kuydirilgan yo'l va 1 qavat oq prostoy deyiladi. Shu razmerimiz 1.200.000 so'mga tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ladi. Demak, buni materialiga qarab narxi o'zgaraveradimi aka? Ha, materialga qarab, oynani tanlashiga, farqiga qarab. Qarab turga to'g'ri. Siz kuydirilgan prostoy. Xo'p, endi bu akvamizning ichida temirlarga ham qarab o'zgaradi profili. Soedineniyalar hammasi akvaniki bo'ladi. Chaklar kelish hisobiga 99% yaxshi keladi chaklari, rezinkalari firmaning o'zinikidan. O'zinikidan bo'ladi. Xo'p, bu issiq sovuqlikda ushlash qanaqa bo'ladi? Sovuqlikda 90% gacha yaxshi ushlaydi. Bu materialimiz alyumin hisoblanadi. Plastmassada 100% deyiladi. Aka, vodiy bo'ylab kvadratini nech puldan boshlab nech pulgacha qilib berasiz? Eng arzonidan boshlab. Vodiy bo'ylab kvadratiga hisob-kitob qiladigan bo'lsak, baland chiqishi mumkin. Biz obyektni o'chgab, profillar bir-biriga kirishini hisobini olib, arzonroq kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Ha, demak, joyda o'zidan hisob-kitob chiqadi, bitta o'lchab. Taxminan o'zi nech pul bo'ladi kvadrat? Aytib bering, plus minus. Kvadratimiz 300.000 so'mdan boshlanadi. Boshlanadi. Yuqoriga qarab ketaveradi. Kelishgan holda bo'laverar ekanda. Xo'p, endi aka, forchga qo'yib bering desa qo'yib beriladi. Eshik qo'yib bering desa eshik, har bitta ochilib yopilishini hisobga olinadi. Hisobga olinadi. Obyekt katta bo'lsa, fortichkalar, xonalarga, kerakli joylarga besplatni qo'yib beriladi. Agar bitta ikkita rom bo'lsa, 150.000 so'm qo'shilib qoladi. Ha, shuni hisobga olinadi. Xo'p, mana asosiy eshigimizni ko'ryapmiz. Tepasi kichkina, tepani ham ayna qilib berilgan. So'rovchilarga shunaqa ayna ham qilib berilaveradimi aka? Ha, so'raydiganlarga pastda ikkitasi gulli bo'ladi. Чтобы ichkaridagi odam ko'rinmasligi. Ayollar ko'rinmasligi uchun. Tepasiga oq oyna qo'yib beramiz, yorug' tushlik hisobiga. Lekin klient zakaz qilsa, tepasini ham gulli yoki oq prostoy qilib beramiz. Ha, demak, kelishgan holda ketaveradi. Klientga ma'qul bo'ladi. Hozir bu nech pul atrofiga tayyor bo'ladi, shu ko'rib turganimiz? Shu eshigimiz 2 million so'mdan razmeriga qarab ko'tarilaveradi. Hozir bu bemalol ochishaveradi. Katta bo'lib ochiladimi, ikki qanot aka? Ha, shu eshigimiz mana bir qanot ochilgandan keyin kerakli holatda tepa-past shpingalitlarni ochsa, bemalol katta eshik bo'lib mebellarni olib kirgan udobniy bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa aka nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, akva sohasi bo'yicha vodiy bo'ylab kelishgan holda qilib berilaveradi. Eng asosiysi nima qilish kerak aka kanalga? Kanalga obuna, podpiska bo'lib, like'larni bosib, qo'ldan kelgancha. Ustalarda eng foydali videolarni ko'rib borishaveradi aka.